Shuhrat aka, qo'lingizda choynak piyolani o'zingiz ko'tarib oldingiz. Nimaga siz biznesmensiz-ku, firmani boshlig'isiz. Nimaga o'zingiz ko'tarib oldingiz? Ha, olib boramiz-da, ya'ni yordam har doim kerak. Ya'ni bizda masalan ish ko'p bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, albatta turib yordam beramiz. Ya'ni Oshxonaga ham ketaverasiz qo'shilib. endi qo'shilmayman, to'g'risi oshxona ishiga ko'p aralashmayman, chunki oshxonani o'zini odami bor. Ya'ni ular yoqtirishmaydi. Men aytganimdek 7-8 yillik gastronomiyada tajribam bo'ladigan bo'lsa, gastronomiyada ham juda ko'p joyda ko'rganman. Bir joyga borib turib, "Hali buni siz ko'rsangiz yoqmaydi." Aytadiki, "Mana shu ishni men qilyapmanmi? Mana shu ishni, ya'ni bu hurmat hamda, tushunyapsizmi? Sen o'zingning ishingni ustasisan, marhamat zo'r qilib chiqarib ber." Qo'yib qo'yasiz. Ayni bunaqa narsalarga yordam bersangiz bo'ladi. Albatta yordam nima qiladi? Xursand bo'ladi. Ha, men ishim sal kamroq bo'ldi. Lekin Germaniyada shu narsa bor. Biznes egalari ishchidan ko'proq ishlashadi bu yerda. Men juda ko'p ko'rganman. Undan tepib ko'p ishlamasa, lekin minimalni tengma-teng ishlaydi. Kelyapsanmi? Marhamat ishla. Faqat mana shu qozonda qaynagan. Agar mana shu qozonda qaynamaydigan bo'lsa, men o'sha odamni ishga ola olmayman yoki tezda javobini berishga to'g'ri keladi. Ya'ni aytamanki, ya'ni hozir A joyda ishchi kerakmi, yordam kerakmi? Masalan, shu yerda yordam ber. Shunday qo'yganda ikkinchisiga yordam beraver. Ya'ni ketsin. Ya'ni biz keladigan mijozni, bizga o'zimizga keladigan mehmonlarni rozi qilib, zo'r kayfiyat bilan chiqaraveraylik. U uchun birga masalan birgalikda ishlash kerak.